Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim, do'stlar. Va sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Qaranglar. Bilasizlar, uydan duo olib chiqqanman. To'g'ri do'stlar, Ronaldo bilan ko'rish juda qiyin, lekin men uydan duo olib chiqdim, niyat qilib chiqdim. Sizlar duo qilib tursalaring, inshaalloh ko'rishaman. Ko'risha olmasam ham uzoqdan o'sha o'zim talantimni butun davlatlarga, butun poytaxt hamma yoqqa borib, oilam uchun harakat qilib, o'sha yurtim uchun harakat qilishim kerak, to'g'rimi? Men harakat qilaman. Sizlar duo qilib tursalaring, kuzatib tursalaring. Do'stlar, ko'pchilik mana obuna bo'lyapti, tez obunachim oshyapti. Men ham obuna bo'lib tashlayapman. Mendan hech narsa kamaymaydi, sizlardan hech narsa kamaymaydi. Bossalaring ham dunyo, hayot davom etaveradi. Sizlar bossalaring ham, bosmasalaring ham. Men majburlamayman. Sizlar podpiska qaytaring desizlar. To'g'ri, har kuni qaytaryapman, lekin 10 ta insonga. Sizlar yana podpiska qilib tursalaring, ko'p insonga obuna bo'lib ketaman do'stlar.